Salom hammaga bolalar, sizlar bilan men Pabik. Bugungi mavzuyimiz bolalar telefonda qanday stream qilamiz, telefonda stream qilishni o'rgating deganlar uchun bugungi videomiz shu haqida bolalar. Endi stream qilish 50 tadan 50 ta obunachidan keyin stream qila olasizlar. Buning uchun mana bu приложение sizlarga kerak bo'ladi. Bu приложение iPhone'da ham, Samsung'da ham ishlaydi. Ismi mana xuddi yozganimdek yozasizlar. Mana shu приложениeni skachat qilib olib, o'zingizlarga kirasizlar. Kirishni bosasizlar. Qiyin emas, bolalar, oson. Kirganingizdan keyin sizlarga akkaunt, YouTube akkauntingizlar ulangan akkauntni so'raydi. O'shani ulaysizlar, keyin mana shunaqa narsalar kelib chiqadi. Bunga bossanglar, mana bunda anaqa kadrni o'zgartirsanglar bo'ladi. Bunda katta 16:9 katta, 9:16 bu short stream degani. Bu yerda esa mana bunaqa qilib qanday chiqishini belgilasanglar bo'ladi. Telefonda boshqalar stream ko'rayotgan bo'lsa, mana shunaqa chiqib turadi. Sizlarga yozayotgan chatdagilar boshqalarga mana shunaqa chiqadi. Xo'p. Keyin nazuraga zastavki. Bunda mana bunaqa rasmlar qo'ysalar bo'ladi. Keyin o'zingizlarning stilingizlar mana bunaqa qilib qo'ysalar ham bo'ladi. Lekin bu вообще-то kerak emas, bolalar, sizlarga xalaqit beradi. Kerak emas, вообще kerak emas, bolalar. Xo'sh, endi mana bunaqa ready tugmasini bosamiz. Bu yerda kачествоni so'raydi. Bu yerda kачество qanaqa bo'lsin deb. Bolalar, qaranglar. Mayda mana bu narsa bor. Bu yerda kачествоni to'g'rilasalar bo'ladi. Mana shu 1080p yaxshiroq bolalar. Keyin качество video adaptivni yaxshiroq. Maksimum bolalar, qaranglar. Sizlarniki zo'r bo'lsa, kamida 6000 ga qo'ysalar bo'ladi. Lekin yaxshisi 4000 ga qo'yganinglar yaxshi. Telefoninglar slabroq bo'lsa 4000 ga qo'yganinglar yaxshi. 4000 kbs yaxshiroq olib beradi-da. FPS ga meniki 60 ushamaydi. Telefonimda yaxshi emas. Anaqa yaxshi emas, endi ko'tarmaydi-da, 60 FPS ko'tarmaydi. Shuning uchun 30 FPS da chasta kadr. Kadr 30 FPS da olib beriladi. Keyin bu yerda zadержкani qilsanglar bo'ladi. Men 2 sekundlik zadержкаga qo'yganman, 2 sekundlik bo'ladi bolalar. Endi xuddi shuni mana bunaqa prямо translyatsiya deb yozilgan joyga bitta bosasizlar, bu yerga anaqa. Mana bu yerda rasm qo'ysanglar bo'ladi. Rasm qo'ygandan keyin готов tugmachasini bosasizlar. Bu yerda oldin qilingan streamlar vaqti turadi. O'shandan qilsanglar bo'ladi. Bu yerda publichni qilinglar, chunki ko'pchilik ko'rishi uchun. Ne zaregistrovan. Bu faqat obunachilar uchun deganimni shunaqa edi. Любой kishi ko'rishi mumkin deganda publichni. Publichni qilsanglar yaxshi. Keyin net это неделя детей qilsanglar yaxshi, chunki ko'pchilik akkauntni неделя детей qilib ochadi. Kamlar esa Dila детей qilib ochadi. Shuning uchun ko'pchilik streaminglarni ko'rmaydi. Ko'pchilik ko'rishni xohlasanglar, Dila детей qilib qo'yinglar. Xo'p, dalsha bo'lsa, u yog'i вообще-то kerak emas. Mana bu yerga yozasizlar nima qilishinglarni bo'ldi. Keyin saqlaydi bosib, go live bossanglar, bolalar stream yonadi mana. Stream yonadi. Bolalar, hammaga video yoqqan bo'lsa, streamga like bosamiz, kanalga obuna bo'lamiz. Har doim, har kun emas, endi bir kun qilmay, bir kun qilyapman. Vaqt bo'ladi. Kirib, streamga kirib like bosib qo'yinglar. Bolalar, keyin Telegram kanalimiz bor. Telegram kanalimizning nomi Men Pabik, ya'ni qidirishga bosib Men Pabik deb yozsanglar chiqadi bolalar. Kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar, birinchi videolar haqida nima deydi, prevyusi mana shu kanalda kelib chiqadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, xayr bolalar.